Ko'pchilik sholg'om deganda poliz mahsulotini tushunsa, yuristlar bo'lsa, sholg'om deganda birovning harakati uchun javob berayotgan shaxsni tushunishadi. Hozirgi kunda ayrim tadbirkorlar o'zlarining soliqdan qochish yoki bo'lmasam jinoiy daromadlarni legallashtirishdan iborat harakatlarini yashirish maqsadida sodda fuqarolarning nomiga firmalar tashkil qilib, mazkur firmalar orqali turli harakatlarni amalga oshirib, javob beradigan vaqt kelganda bo'lsa, sholg'om prinsipini mukammal amalga oshirishmoqda. Siz ham sholg'om bo'lib qolishni xohlamasangiz, videoni oxirigacha ko'rishni tavsiya qilaman. Avvalo, o'zingizga tanish bo'lmagan shaxs sizning nomingizga firma ochish taklifi yoki bo'lmasam turli tashkilotlarda rahbarlik, bosh direktorlik, buxgalterlik yoki ishchilik lavozimini aytib, oldindan hujjatlarni talab qilayotgan bo'lsa, hujjatlarni aslo bera ko'rmang va faqatgina ana shu idorani haqiqatda faoliyat yuritayotganini ko'rib, ana shu idorani kadr tizimi bilan gaplashganingizdan keyin unda ham belgilangan hujjatlarni taqdim qilishingiz mumkin. Ikkinchidan, nomingizga ochilgan elektron raqamli imzoni hech qachon hech kimga bermang. Sababi bu elektron raqamli imzo bilan sizning ishtirokingizsiz ham firmalarning nomingizga o'tkazsa bo'ladi. Uchinchidan, o'zingizning nomingizga ochilgan sim kartalarini ehtiyot qiling. Sababi mazkur sim kartalar orqali va ularga keladigan xabarnomalar keyinchalik muhim ahamiyatga kasb qilishi mumkin. Unutmang, hech kim sizni boyib ketishingiz yoki rahbarga aylanib qolishligingiz uchun harakat qilmaydi.